Amerikadagi eng sifatsiz top 3 ta trak modellari qaysi? Bu videoda men sizlarga sanab beraman ularni. 3-o'rin tasavvur qilish ham qiyin, bu Volvo ekan. Volvo'ni VNL, ya'ni eski modellari. Sababi bo'lsa, elektr tizimi va sensorlari juda ham nozik chiqqan ekan. Даже hozirgi 2025-yil chiqayotgan Volvo'ni VNL modellarida ham xuddi shunaqa muammolar uchrayotgan ekan. Amerikaga borganimda ustalar aytishdiki, yangi model bo'lgani hisobiga ham shunaqa muammolar bo'lyapti va bu vaqtinchalik o'tib ketadi. Ikkinchi o'rinda bo'lsa, hamma yaxshi ko'radigan Freightliner. Lekin Freightlinerlar Century va Columbia eski modellarida bo'lgan muammolar. Bu muammolar qaysi? Asosan 3 ta muammoga duch kelishgan. Birinchisi elektronikadagi muammolar, ikkinchisi havo tizimida, ya'ni airbagdagi muammolar, uchinchisi bo'lsa sensorlardagi kelib chiqadigan muammolar. Va nihoyat birinchi o'rinda bo'lsa International ProStar modeli aynan Max Force motorli modellari hisoblanadi. Asosiy muammosi bu Max Force motori hisoblanadi. Shu motor bilan ko'pgina muammolarga duch kelgan, shuning uchun ham birinchi o'ringa qo'ydik. Bu videoni trakchi o'rtoqlarga yuborib qo'yinglar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like.